Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanalımızga hoş geldinglar. Bugun 7-oyning 19-kuni biz oldin qitimqi xabarimizda Hindistonning Xitoyga qarta qattiq pozitsiyada bo'lganligi, Hindiston hukumatı birlik qitimda Xitoyning Hindistondagi 59 yumshoq detal sistemalarini taqvatganligi, Xitoy mollariniki Hindiston chegara tambojinlarida besilib qolganligi, Hindiston hukumatı bu Xitoy mollarini qattiq tekshiramiz deb jazo qo'llanayotgan degandek mazmunlarni deb o'tgan. Bunda aytganda Hindiston hukumatı Amerikadan qalsa Xitoy hukumatiga nisbatan chaponni silib chiqib nima deysa deb ochiq oshkora dushmanlashdi. Xitoy davlatimi yiliga Hindistondan elib kelayotgan 60 milliard dollar foydadan ziyon tortgan. Hindiston davlati bo'lsa, Hindi Tinch okean rayonlarida Xitoyga qarshi boshlamchilik rol o'ynaydigan hamda Amerika hukumatiga yaqindan moslashib, ham Amerika hukumatining bir ittifoqdosh sifatida Xitoy hukumatiga qarshi turadigan, ya'ni Amerika davlatining tayanchi bir kuch bo'lib hisoblandi. Buningdan qalsa Amerika va Hindistonga texmo ochiq oshkora bir safda turish uchun yana bir davlat o'rnidan dast turdi. U bo'lsa Angliya davlati. Biz oldimizdagi yakshanba kuni Amerika Oqsaroy bexatarlik ishlarga mas'ul ikki bosh maslahatchisi Parijga kelib, Yevropaning davlat bexatarlik xodimlari bilan ko'rishdi degan to'q. Mana shu ikki bexatarlik maslahatchisiniki tashabbusi bilan Angliya hukumati bevosita o'rnidan dast turdi. Hamda Angliya hukumati Angliyadagi Xitoyning Huawei shirkatini butunlay qo'g'lab chiqardi. Tunugun Angliyaning tashqi ishlar ministri muxbirlarning savoliga javob berayotganda mundaq bir jumla so'zni deb o'tgan. U bo'lsa-mu Angliya hukumati Amerika Hindistondan qalsa Xitoy davlatiga og'ir jazo qo'llanadigan bir davlat debdi. Angliyaning diplomat ishlarga mas'ul bosh vaziri Dominic Raab so'zida Xitoy hukumati bo'lsa ochiq oshkora tap tatmasdan Xinjiangdagi Uyg'urlarning va Hong Kongliklarning inson haqlarini va inson haq huquqlarini ochiq oshkora dafsanda qildi. Bo'libmi Xinjiangdagi Uyg'urlar ustida ilib berayotgan qabih qilmishlari intayin qo'pol bo'lib, insoniyat qabul qilolmaydigan darajada. Shunlashqa 27 davlat birlashib, birlashma bayonotni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sunish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining samiga silish hamda Xitoy hukumatining sagak bo'lishini ham Xitoy hukumatiga jazo qo'llanishni maqsad qilindi degan. Bo'libmi Angliya hukumatining diplomat ishlarga mas'ul bosh vaziri vatanimizdagi Uyg'urlar masalasi to'g'risida Xitoy hukumatiga qattiq pozitsiya bildirishi Angliya hukumat tarixida bek oz ko'rilgan ahvol. Angliyaning diplomat ishlarga mas'ul bosh vazir Dominic Raab yana so'zida Hong Kong masalasida bo'lsa, biz Xitoy hukumatini jazolaydigan xeyli ko'p tadbirlarni yo'lga qo'yamiz. Biz hozir Xitoy hukumatini jazolash tadbirlarini erta dushanba kuni parlamentga sunamiz hamda Xitoy hukumatiga qattiq tadbir va og'ir jazolarni qo'llanish qadam bosqichlar boshlandi debdi. Lekin Angliyaning diplomat ishlarga mas'ul bosh vaziri konkret jazo tadbirlarini texnik demagan. Angliya hukumati yaqindan buyon Hong Kong pasporti bor fuqarolarni Angliyaga ko'chman bo'lib kelsa, ularning qonuniy rasmiyatlarini texnik osonlashtiradigan va ularga viza beradigan yaxshi e'tibor imkoniyatlarni yaratgan edi. Kuzatuvchilarning deyishicha, Hong Kong bilan Angliya o'rtasidagi o'zaro jinoyatchilarni qaytarib beradigan Angliya hukumati Hong Kongga yillardan beri yaratib berayotgan yaxshi imtiyozlarning hammasini elib etishi mumkin ekan. Iqtisodiy jihatda jazo tadbirlarini yo'lga qo'yishi mumkin ekan. Undan boshqa Xitoy hukumatining va Hong Kongdagi hukumat arboblariga jazo tadbirlarini yo'lga qo'ydi ekan. Agar Xitoy amaldorlariga og'ir jazo tadbirlarini qo'llansa, Xitoy hukumat arboblariga nisbatan qaqshatqush zarba bo'ladi ekan. Bunda aytganda Amerika davlatidan qalsa, Angliya mu Xi Jinpingning tumshug'iga matchida urishni boshlaydi ekan. Endi Angliya Britaniya davlati Amerika davlatining sagaklantirishi bilan Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatda qat'iy uda-juda bo'lib maydonni ayirdi ekan. Bunda aytganda Amerikaga yana bir
kuchli tayanchi davlat va ittifoqdosh davlat qo'shildi degan gap. Angliya tashqi ishlarga mas'ul bosh vazirining gapini anglagan Angliyada turishli Xitoy bosh konsulining mas'uli Liu Xiaoming darhol o'rnidan chachrab qopib, yuksak odamlarga o'xshash mutahamlik intonatsiyada agar Angliya hukumati Xitoy hukumat arboblarining birisiga jazo qo'llanadigan bo'lsa, bizmi qarab turmaymiz, bizmi darhol tadbir olamiz, jazo qo'llanamiz deb bildirlabdi. Angliyada turishli Xitoy konsulining bosh mas'uli Liu Xiaoming mushundaq teri taraqshtirgan mutahamlik so'zlar bilan Angliya hukumatini qo'qatmoqchi ekan. Uning demoqchi bo'lgani, yaqinda Amerika hukumati Xitoy Markaziy siyosiy byurosining a'zosi Qin Chango va uningga maslashib berayotgan yana Xitoy 3 rahbarini jazolagandan keyin Xitoymi vaqirab turib Amerika kongressininki bir qancha a'zolarini jazoladik deb vaqirgan. Bu qitim Xitoy hukumati ko'p bo'lsa shuningga o'xshash ishlarni qila oladi degan gap. Xitoyning Angliyani do'rab jazo qo'llangan harakatlari Angliya hukumatining bir tal chechini ta'virtanmaydi degan gap. Ammo ziyonni yetkichi tatırg'ini yanala Xitoyning chirik amaldorlari bo'ladi. Aslida Hong Kong masalasi kelganda, Hong Kong tarixdagi Angliya mustamlika bo'lganligi uchun nurg'un kelishim va to'xtamlarda Angliya hukumati bilan Xitoy hukumati o'rtasidagi to'xtam munosabat bo'ladi. Ayni vaqtida Deng Xiaoping bilan Sachir xonim ikkisi Birleşken Devletler Teşkilatı'nı guvalıqqa olib turib tuzilgan 50 yilgacha Hong Kongning bir davlatda ikki xil siyosati o'zgarmaydi deb tuzilgan shartnomalarga hozir Xitoy hukumati buzg'unchilik qilgan ham xalqaro shartnomaga xiloflik qilgan. Bundaq vaziyat ostida aslida Angliya hukumati Xitoy hukumatiga allburullo keskin pozitsiya bildirib qarshilik bildirish kerak edi. Lekin Amerika hukumati bu naqsiz vaziyatga qarab chidab turolmay Xitoy hokimiyatiga qarshi chiqqan. Angliya hukumati bo'lsa bir qadam keyinda qolgan. Kuzatuvchilarning deyishicha, oldimizdagi haftada Angliya hukumati Xitoy hukumatiga nisbatan amaliy jazo tadbirlarini e'lon qiladi deb qaraydi ekan. Amerika davlati bo'lsa o'zining ittifoqdosh armiyasini kuchaytirishga ahamiyat berib va shuning bilan birlikda Amerika hukumatimi o'zi uzluksiz qattiq tadbirlarni yo'lga qo'ydigan harakatlarga o'tdi. Amerika davlati Xitoyning Janubiy dengiz ishlariga munosabatlik tadbir jazolarni texi amdi boshlaydi ekan. U bo'lsa-mu Xitoyning shirkati bo'lgan Xitoy dengiz neft shirkati, Xitoy transport qurilish shirkati, mana bu shirkatlar Xitoy hukumati Xitoy Janubiy dengiz masalasida kengaymichilik qilgan zo'migarlik harakatida asosli rol o'ynagan. Xitoy dengiz neft shirkati bo'lsa, o'zi xohlagan Janubiy dengiz rayonlarida neft burg'ulash, suplarni qurgan, neft burg'ulash harakatlari bilan shug'ullangan. Xitoy transport qurilish shirkati bo'lsa, Xitoy Janubiy dengiz orollarida orollarni tindirish, sun'iy orol yasash, bu sun'iy orollarni Xitoy davlatining zimini va bu orolni asos qilgan holda manchi 100 dengiz mayl dengiz zimin tavalligi Xitoy hukumatining bo'ladi degan mutahamlik siyosatiga moslashib bergan cho'ng shirkat bo'ladi ekan. Amerika hukumatimi oldimizdagi mush haftalarda Xitoyning mana mushundaq davlat egligidagi cho'ng shirkatlariga jazo qo'llandi ekan. Tunugun Amerikaning televizor stansiyasi Amerika Aqsaray hukumatining ishxona mudiri Mark Meadowisni ziyorat qilganda, Mark Meadowisning deyishicha, Prezident Trump efendim Xitoy hukumati bilan suhbat qilishni albatta xohlaydi. Lekin Prezident Trump efendim oldi bilan Xitoy hokimiyatining intayin cho'ng, intayin zo'r badal to'lashini xohlaydi. Bo'libmi Xitoy hukumati dunyoga tarqagan fojialik virusning javobgarligini ustiga olish kerak. Bu javobgarlikning hisobini berish kerak. Mana bu Xitoydan tarqalgan virus Amerika davlatini zo'r talofatga yo'liqtirdi. Yüz minglаған insonlarning hayotiga zamin bo'ldi. Amerika davlatining manfaatiga og'ir darajada ziyon keltirdi. Shunga Xitoydan tarqalgan bu virus to'g'risida Prezident Trump efendim bu hisobni olmay qo'ymaydi degan. Amerika Aqsaray ishxona mudiri Mark Meadows yana so'zida Amerika hukumati bundan keyin texmo har turlik jazo tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Bo'libmi Xitoy virus masalasi kelgan chaqda bu javobgarlikni surishti qilmay
qo'ymaydi degan. Amerika hukumati Dünya Səhiyyə Təşkilatıdan çekinib chiqib ketgan bilan Xitoy virus masalasi kelganda bundan keyin texmi ko'p tadbirlarni qo'llandi degan. Amerika hukumati bo'libmi ishlab chiqarish zanjir masalasi kelganda Amerika davlatiga mo'yin bo'lgan Xitoy davlatiga qurilgan cho'ng shirkatlarni cho'qim chekindirib bo'lish kerak. Bo'libmi tibbiy dori sohasi ishlariga munosabatlik cho'ng tipdagi shirkatlarni Amerika davlatiga yondirib kelish, Amerika davlatida qurish degandek ishlarni jiddiy berish kerak. Bo'libmi asosliq ishlab chiqarish sanoat zanjirlarini Amerika davlatiga yetkazib kelish kerak. Zarur bo'lsa qattiq tadbirlarni qo'llash kerak degan masalalarni deb o'tibdi. Asosan Xitoy davlatiga qurilgan Amerika shirkat va zavodlarini Amerika davlatiga yetkazib kelib, Amerika xalqining ishga o'rilish nisbatini yuqori o'riltadi ekan. Bugun atdigan Amerika CNN televizor stansiyasi Amerikada turishliq Xitoyning bosh elchisi Cui Tiankayni ziyorat qildi. Ziyoratda Xitoyning bosh elchisi Cui Tiankay mol egisidan o'g'ri kuchlik deganga o'xshash mutahamlik holatda Uyg'urlar masalasida, Hong Kong masalasida, Janubiy dengiz masalasida butunlay Xitoy hukumatini oqlab turib so'zlabdi. U gapida Hong Kong masalasi kelganda bu Hong Kong masalasi Xitoy davlatining ichki masalasi, Amerika davlati aralashmaslik kerak debdi. Cui Tiankayning deyishicha yana Xinjiang masalasida biz Xinjiangdagi terrorizmga qarshi turyapmiz. Amerika davlatimi terrorizmga qarshi turyapti ana deganga o'xshash muttaham so'zlarni qildi. Janubiy dengiz masalasi kelganda biz Amerika davlati bilan o'zaro yaxshi suhbatlashsak bo'ladi. Biz asosan Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlar bilan suhbat ilib borsak masala o'ng'ayli hal bo'ladi. Sizlar Amerika davlati unchivola zo'r armiya qo'shinni uyaga avatishinglarning nimajdi? Amerika davlati bo'lsa Janubiy dengiz masalasini ustun qilib yetib bordi. Sizlar shu yerda qutratqulik qilyapsizlar deb so'zlabdi. Oxirida Cui Tiankay yana so'zida mundaq bir so'zni debdi. Men hozir mundaq bir so'zni jakolaymanki, Amerika hukumati tanlab olsin. Amerika hukumati Xitoy hukumati bilan tinch va barobarda birlikda taraqqiy qilishni xohlamdi yo'q. Xitoy davlati bo'lsa Amerikaga o'xshamaydigan, bo'libmi tuzilmada, madaniyatda, iqtisodda va rayon xarakterlik siyosatda Amerika davlatiga o'xshamaydi. Shunga Amerika hukumati endi eng halqiliq paytga keldi. Amerika davlati zodi Xitoy hukumati bilan tinch barobarlikda birli mavjud bo'lamdi, bo'lmamdi, masala bu yerda deb bildirlab, xuddi Amerika davlatiga urush qilishdiki oxirgi ultimatumni topshirib so'zlagandek gapirdi. Bu demak Xitoy hukumati yo sen Amerika hukumati bilan tinch barobarlikda birga yashaymiz yoki bo'lmasa qani maydonga chiqib tutish boqimiz degan mazmunni bildiribdi. Cui Tiankayning bu gapidan butun xatolikni Amerika davlati o'tkazayotgandek, butun xatolikni Amerika hukumatining ustiga otib qo'yib so'zlabdi. Mana Xitoy hukumati bütün jinoyatni qilib turib, o'zi Amerikaning Xitoyga qarshi turadigan vaziyatni paydo qilgan. Xitoy hukumati mushundaq pozitsiya bilan Amerika hukumatining Xitoy davlatiga qarata keng ko'lamli jazo qo'llanishiga majburlayotdi. Xitoy hukumati mushundaq mutahamlik pozitsiya bilan Amerika hukumatining keng ko'lamda Xitoy hukumatiga urush ichish vaziyatini o'z yaratyotdi. Bugungi xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.